Assalomu alaykum do'stlar, hammalarga xayrli kun. Sizlar bilan Diamond. Bugungi quvnoq qiziqarli ajoyib videomizda zambarak tayyorlashni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursalar juda ham oson o'rganib olasizlar. Qani unday bo'lsa ketdik. Ko'rib turganlaringdek zambaragimiz ham ajoyib ishlayapti. Endi buni o'xlab chiqamiz. Va nihoyat oxirgi o'qimizni ham qo'ydik. Zambaragimizni o'xlab bo'ldik. Qani endi sinab ko'ramiz. Ko'rib turganlaringdek ajoyib tarzda ishlamoqda. Video foydali bo'lgan bo'lsa like va obuna tugmasini bosib qo'ysalar juda ham xursand bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.